Germaniyaga o'zimning vizamni qo'lga kiritdim. Hammaga assalomu alaykum. Ismim Abdulaziz. Germaniyaning Frankfurt shahrida joylashgan Goethe davlat universitetiga Masters in International Economics va Economic Policy yo'nalishiga qabul qilindim va vizamni qo'lga kiritdim. Hop, yoshim 21 yoshda. Toshkent shahrida tug'ilib o'sganmiz. Westminster universitetida iqtisodiyot yo'nalishida bakalavr tugatdim va keyinchalik o'qish uchun magistraturaga Germaniyaga topshirdik. IELTS'im 7.5 va Westminsterdan First Class Honors bilan tugatdim. Hop, Instagram jamoasini o'zi birinchi marta Instagramda ko'rganman. Fevral oyida adashmasam va fevral oyining oxirida odamlar bilan kelganmiz, ya'ni gaplashgani, protsess jarayon haqida bilish uchun va qaysi davlatda o'zimizga mos bo'lgan davlatni tanlash uchun va Germaniyaga keldik. Germaniyaga kelib to'xtadik. Muammo universitet tanlash bo'yicha muammo bo'lgan, ya'ni men to'g'risini aytaman, boshida instruktsiyaga murojaat qilganda juda katta motivatsiya bo'lgan, ya'ni Germaniyaga ketayotgandan keyin aytganman, boshida ham agar hisob topshiradigan bo'lsa, top universitet bo'lishi kerak, bo'lmasam elementarni Westminsterda magistratura qilib qo'yishim mumkin edi. Shuning uchun, ya'ni koordinatorlar har xil universitet tavsiya qilganman, bu yoqqa ham pastroq ham topshiriqlar o'xshab shans ko'p bo'lish uchun, boshqa bo'lish uchun degan. Nima aytganman, nima deydi, bir xil universitetlar bor-ku, tam kirib accept cookies bosiz, tabriklaymiz, qabul qilindingiz deydigan universitetlar bo'lmaydi. Shunda top universitet bo'lsa deb topshirganmiz. Mana Goethe universiteti QS rankingda top 300 talikda turadi. Yana Berlinda Humboldt universiteti top 100 talikga kiradigan ikkita shu universitetga qabul xatini oldik. Men o'zim iqtisodiyot moliya sohasiga qiziqqanim uchun, ya'ni men Markaziy bankda ham ishlaganman, amaliyot o'taganman. Shuning uchun Frankfurt shahrini tanladim. Ya'ni Frankfurt shahri bilamiz, nafaqat Germaniyada, balki u Yevropaning iqtisodiy poytaxti hisoblanadi. Hop, to'g'risini aytsam, hali do'stlarim hech qaysi bilmaydi. Va uydagilarim biladi, uydagilar, odamlar, oyimlar bilishadi. Hali hech kimga yetishgan urganim yo'q. Endi mana 20-da uchib ketyapman. 20gacha urib berishim kerak. Обязательно agar so'rashsa tavsiya qilgan bo'larim, конечно.